Boshqa joyga ham borib proverka qildim. Qani original emasmi deb. Assalomu alaykum, aziz gaz servis obunachilari. Akamizdan hozir kelganlar. Bu akamizga biz o'tgan yil 2024-yil 7-may oyida salkam 1 yil bo'ldi gaz o'rnatib berganmiz. Bu akamizga propan o'rnatib berganmiz. Akamiz o'zlaridan real o'zlarini eshitamiz. Gaz o'rnatilgandan keyingi taassurotlar. Ana omada ham hamin gaz servis bor. Shuningda ham injiqi bo'yicha Akajon, istedingiz. Chiyat real hamma bil, faqat o'zbekcha bor. keldik ana shu gaz servisga bizga yo'qdi. Hamma tomonlama o'zim qilib injiroq odamman gaz nimasi bo'yicha, lekin yo'qdi. O'sha filtrlarni vaqtiga almashtirib yuringlar, zo'r, hammasi yaxshi. Hammaga tavsiya qilaman. Boshqa joyga ham borib proverka qildim. Qani original emasmi deb, hammasi zo'r chiqdi. Do'stlarimni ham shera tortdim. Hamma shera o'rnatib nima qilib ketyapmiz? Hammasi zo'r, bizga yo'qdi gaz servislari. Kelinglar, hammaga tavsiya qilaman. Aziz yurtdoshlar, akamiz yuqorida aytib o'tgan noxush hodisalar yo'lda takrorlanmasligi uchun gaz uskunalarini har 7000 kilometrda kelib diagnostika qilib ketishingiz so'raladi. Bu sifatni qadrlovchilar uchun. Aziz gaz servisi esa siz aziz obunachilarimizga faqat sifatli bo'lgan gaz ehtiyot qismlarini tavsiya beradi. Kafolat daftarcharingizni oling akajon. Rahmat akajon. Ha, ham qachon klient o'tib, bo'lib dashida ko'ring qachon reklama.